savdogarlar Assalomu alaykum. kim bo'ladi desa, u Alaykum assalom. Bizni eng yaqin metrogacha tashlab qo'ying. Chiqinglar. Rahmat akajon. bir olishini bilib qoldi, hozir shunaqa qilyapti. Bu baribir oladi deydi. Qo'li turib Rahmat akajon. olishni biladi-da. Azizlar, biz unga qattiqlik qilsak, Xudo saqlasin, Xudo tomonidan Insof haqidagi ma'ruza shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. To'g'ri topdingiz aka. Men bu domlani ashaddiy muxlisiman. Har kuni eshitaman. Juda zo'r gapiradi. Ertalabdan kechgacha mashinamga kim chiqsa, hammasiga qo'yib beraman. Tarbiya bo'ladi-da. Savobi ko'p bo'ladi aka. Menimcha aka bu joyda yo'lovchini ham xohishiga qarash kerak. Chunki nimani qo'ysangiz, o'shani eshitishga majbursiz. Har holda har xil odam bor degandek. To'g'ri. Rahmat. Menimcha kelib qoldik. Keldi. Rahmat. Shundan olib qoling. Rozi bo'lib qo'yinglar. Yurgan yo'limiz shunga to'g'ri kelganda rozi bo'lib qo'ya qolardik, ammo unaqa emas. Nima? Ikkita odamga 10 mingni og'irlik qiladimi? Og'irlik-ku qilmaydi, lekin yurgan yo'limiz shunga to'g'ri kelmayapti-da. Qancha olib qoling? Insof bilan. 10 ming olib qo'lavering. O'zi bir chaqirimgina yurdik xolos-ku. Qaytarsam 5 ming qaytaraman. Kerak emas. Hammasini olib qola qoling. Olib qolaman ham. Nima deysiz? Nima deyman? So'zi boshqa, amali boshqa ekan, eshitgan narsasiga amal qilmas ekan deyman-da. Tushunmadi, nima demoqchisiz, ey? Odamlarga ma'ruza sotib emas, ularni rozi qilib pulini oling. Insof haqida ma'ruza eshityapsiz, o'zingiz amal qilmayapsiz. Odamlarga iymonli, diyonatli, dindor bo'lib ko'rinish emas, insofli, vijdonli bo'ling demoqchi biz.